Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz din kardeşler. Barchalaringizga Ramazon ve Ramazonning oxirgi 10 kunliklari, xususan Qadr kun va kechalari muborak bo'lsin. Parvardigori olam bu kechada qilinadigan ibodatlarni hammamizga o'zi muvaffaqiyatli nasib etsin. Qadr kechasini topganlardan bo'lishimizni Alloh o'zi muyassar aylasin. Qadrli kecha degan ma'noda ham Qadr kechasi deb ataladi va ya'ni Laylatul Qadr degani bu qadrli kecha. Ikkinchisi qazo va qadar, ya'ni yillik qadarlar belgilanadigan, ko'chiriladigan yoki qaydlanadigan kecha degan ma'noda bu kecha Qadr kechasi deb atalgan. Qadr kechasi Ramazonning oxirgi 10 kunligining tog' kechalarida bo'ladi. Ba'zi ulamolarimiz 21-kechada desa, masalan Imom Shofiy, ko'proq Hanafiy mazhab ulamolarimiz 27-kechada ekanini ta'kidlaydilar va yana ko'pchilik ulamolarning so'zlariga ko'ra Qadr kechasi yilning mana shu Ramazonning oxirgi 10 kechasining tog' kechalarida aylanib turadi. Bir yil 27, bir yil 23, bir yil 25 bo'lishi mumkin. Shuning uchun mana shu tog' kechalarning hammasida ham bedor bo'lishga uriniladi. Xususan 27-kecha Qadr kechasi o'laroq mashhur. Chunki bu borada hadislar ko'p. Rasululloh akram alayhisolatu vassalom aytganlar: "Sizlarning tushlaringiz menga yetib kelyapti." Ya'ni odamlar kelib Qadr kechasini tushimda ko'rdim deb aytgan sahobalar. Payg'ambar alayhisalom aytganlarki, aksar kishilaringiz aytishicha tushlarida ayon bo'lishicha Qadr 27-kecha bo'lyapti deganlar. Yoki 27-kecha Qadr kechasi bo'ldi deganlar. Shuning uchun sahobalarning ham aksarlari Qadr kechasi 27-kecha, Ramazonning 27-chisida deb aytganlar. Ubay ibn Ka'b roziyallohu anhudan Zid ibn Hubaysh so'radi. Do'stingiz Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu yilning hamma kechasida bedor bo'lib qadrni istanglar deyapti. Nima deysiz siz bunga deyishdi. Shunda Ubay ibn Ka'b aytdilarki roziyallohu anhu, o'zi asli Abdulloh Qadr 27-kechada, Ramazonning 27-kechasida ekanini juda yaxshi biladi. Ammo sizlarni dangasa bo'lmasin deyapti deganlar. Shuning uchun 27-kechada bo'lishi Qadr kechasi bu mashhur va ko'pchilik sahoba va ulamolarning so'zlari. Qadr kechasi 27-kechada bo'lishiga Qadr surasida ham ishora bor deydilar ulamolarimiz. Birinchisi Laylatul Qadr so'zi jumlasi 9 ta harfdan iborat. Surada 3 marta keladi. 3 ta 9 27 bo'ladi. Bu bir ishora. Ikkinchisi suraning kalimalari 30 ta. Shu 30 ta kalimaning 27-chisi hiya, o'sha deb Qadr kechasiga ishora qilingan olmosh aynan 27-so'z. Kalima. Surada 27-kalima tartibida turadi. Mana shulardan ulamolarimiz aytadilarki, demak Qadrning 27-kechada bo'lishi ko'proq ehtimoli bor deydilar. Qadr kechasi ulug' fazilatli kecha, kechalarning eng ulug'i. Bu kechani Rasululloh akram alayhisolatu vassalom fazilatlarini ko'p maqtaganlar. Aytganlarki, "Man qama laylatal qadri imanan va ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Kim Qadr kechasini qoim qilsa, ya'ni Qadr kechasi bedor bo'lib ibodat qilsa, uning o'tgan gunohlarini Alloh kechirib yuboradi. Balki kelajakda qiladigan gunohlariga ham bu kechadagi ibodat kafforat bo'lishi bor. Shuning uchun Rasululloh akram alayhisolatu vassalom Qadr kechasini qidirib e'tikof o'tirardilar. Aytdilarki, Qadr kechasining ulug'ligidan bu. Men Ramazonning avvalgi 10 kunida e'tikof o'tirdim qadrni istab. Keyin ikkinchi 10 kunligida e'tikof o'tirdim Qadr kechasini istab. Keyin menga ma'lum qilindiki, Qadr kechasi Ramazonning oxirgi 10 kunligida ekan. Sizlar uning tog' kechalaridan qadringlar deganlar. Mana shundan ma'lum bo'ladiki, payg'ambar alayhisolatu vassalom bir kechani topish uchun demak e'tikof o'tirganlar kerak bo'lsa. Va o e'tikof u zotning sunnatlaridan ana Qadr kechasini topish mana shunchalar mo'min kishi uchun ahamiyatli va muhim hisoblanadi.